Assalomu alaykum. Kun uzda qishloq xo'jaligi bo'yicha ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, dehqonlarimiz ko'p so'rashyapti. Endi ayni ekin ekadigan paytga keldi. Chigit ekishyapti, boshqa ekinlarni ekishyapti va o'zi bu yog'iga vaziyat qanday? Boyagi aprel oyi boshlarida sovuq ozgina kutilmalari bor degandek bo'luvdik o'tgan safar, taxmini bor edi shunday. Va yog'ingarchilik kesimida qanday? Ya'ni ekin ekib qo'ysa qatqaloq bo'lib qoladimi? Shu narsa qiynayapti hozir. Assalomu alaykum, kunuz kuzatuvchilari. Biz mana endi haqiqiy o'sha ekin-tekin ekish uchun optimal muddatga kirib boryapmiz, chunki tashqarida ham harorat rosa ekish uchun optimal yog'ingarchilik ham hozir bo'lmaslik ehtimolligi bor ekan. U nima deydi, endi tabiat hodisalaridan kelib chiqib gapiriladigan bo'lsa, turnalar juda ham yuqori uchdi bizda. Bu turnalar yuqori uchishi bu nima deydi, barqaror ob-havoni beradi. Bahorda mana shunaqa orqasidan barqaror sekin asta havo harorati ko'tarilib boradigan nima degan tamoyilga yaqin tushib keladi. Ota bolalarimiz kuzatuvlar bo'yicha shunaqa. No, oyning hilol kelishi teskarisi bo'lyapti. Endi oyning hilol kelishi bo'ldi bizda. O'zi 500 yilda bir marta kuzatilar ekan, ham Navro'z bayrami, ham Ramazon hayiti bir kunda va oy hilol kelishi ham bir kunda. 1503-yil Zahiriddin Muhammad Bobur nomi asarida yozilgan. Endi o'sha holat yana ham kecha qaytarildi, ya'ni bir kunda. Endi oy hilol chiqishi bilamiz, o'ziga tinch, elga notinch deydi. O'sha sel-suv toshqini, no hozirgi o'sha oxirgi paytda iqlim o'zgarishi mana o'zi yaqinda ham aytildi. El Niño yili kelyapti. Endi o'tmishga mana shunaqangi tabiat har xil maqollar deymizmi, boshqa o'sha qushlar harakati, boshqalar endi ustma-ust tushmaslik o'zi ko'rinyapti. Masalan, o'sha kuz kelishidan oldin daraxt uchidan sekin sovsa, qishimiz sovuq keladi deyilgan. Hozir o'sha holat ham bo'lyaptiki, qishlarimiz unchalik sovuq o'tmayapti. Aytganim endi o'sha hodisalardan kelib chiqib gapiramiz. No, hozir mana xarita bilan endi tushuntiramiz. Bu narsa yana ham aniqroq bo'ladi va kelayotgan nima sarlavhani boshida aytib o'tganimizdek, issiq, juda ham issiq hafta kutilyapti. Bu nimadan dalolat va issiq bilan bo'lishi bilan birgalikda namgarchil. Endi pastdan yuqoriga issiq havo oqimi kirib kelganda, endi pastdan yuqoriga o'zi ko'tarilish yuzaga keladi. Bu inson ham sezadi o'sha narsani. Insoniyat, tabiat sezadi. Mana shu sezgilarni keltirib chiqaradigan mana shu qizil chiziq bu iliq front deyiladi. Sekin iliq front Turkmaniston orqali seriyalari O'zbekistonga kirib kelish kutilmalari kelib chiqyapti. Va keyingi mana bu hududlarda esa Eronda, Iroqda bloklanyapti. Nam havo oqimi bu hududlarda 1-2 kun, 3 kunlikda 150 mm o'sha talofatli sel-suv toshqinlari kuzatilishi mumkin yaqin kunlarda, hattoki arab mamlakatlarida ham. Va buning ta'siri bizga keyingi haftaga Vodiy va ayni mana bu Toshkent viloyati yoki Sirdaryo, Hisor tog' tizmalaridan tashqari respublikaning mana shu Qizilqum cho'llari orqali o'tib ketish tamoyiliga ega bo'ladi keyingi haftada. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Navoiy, Buxoro, Qizilqum cho'llari, hattoki Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo viloyatiga ham biroz ta'sir ko'rsatib, Samarqandning yarmiga ham ta'sir ko'rsatib o'tib ketadi. No, bunaqangi endi issiq sharoitda hozir biz kutilmalarimiz aytib o'tamiz, 30 darajalik beryapmiz. O'zi 26 darajadan yuqori bo'lsa, bahor yoz oylarida kutaverishimiz kerak. Sekin chaqmoq momaqaldiroqli xususiyatli bo'ladi. Do'llar yog'adi, yashin urush hodisalari bo'ladi, qisqa muddatli sel-suv toshqinlari kuzatiladi. Shuning uchun sekin endi kelayotgan yog'inlar bu yerlarda ya'ni jadal yog'inlar va qisqa davr ichida kerak bo'lsa, masalan, 1 oylik norma yog'ib qo'yish ham mumkin ayrim nuqtalarda, masalan. Xuddi shunaqangi bir jarayonga kirib boryapmiz. Keyingisini olasiz. Bu xaritamiz mana bu 23-martdan 29-mart kuniga qadar kechki muddatlarda o'sha ko'p yillikka nisbatan chetlashishini ko'rsatyapmiz. Ko'ryapmiz 12-13 daraja mana bu fiolet, ana binafsha rang, och binafsha ranglarimiz 12-16 daraja issiq o'tmish davrdagi bu kechki tungi muddat, normal haroratga nisbatan shuncha issiq. Normal tungi muddatlardagi nimani ko'rsatyapmiz, xaritani, prognoz xaritasini. O'shanga nisbatan, o'tmishga nisbatan 14-15 daraja isib ketyapti tungi muddat. Ya'ni endi kechalarimiz kunduzga nisbatan o'zini davriga nisbatan issiqroq bo'lishini prognozlar kelib chiqyapti. Bu nima degani? Endi sekin asta biz ekin-tekin ishlarini ekishni boshlayverishimiz kerak va xavotirlar bundan keyin sovuq keladi, buni ham gapirib o'tamiz. Hozirgi kutilmalar bo'yicha yaqin 2 haftalikda sovuq kutilmalar yo'q. Chunki yuqorida aytib o'tganimiz mana shu sovib ketdi degani bu nam havo oqimi bo'lgani uchun arab mamlakatlari sovib, mana shu nam havo oqimi sekin bizga kirib ta'sir ko'rsataveradi va keyingi haftada ham va mana shuni hisobiga yuqoridan endi sovuq havo oqimlari juda bo'lsa o'sha Qozog'iston shimolidan sekin burilib ketaveradi. Bizga ta'sir etmaydi. Biz namgarchilik va issiq ob-havo muhiti qarshisida ta'sirda qolamiz. Bu nima degani? Bu endi bemalol xavotirlarsiz respublikaning juda ham ko'plab hududlarida, ayni qishloq xo'jaligi yer maydoni katta viloyat hududlarimizda keyin ekin-tekin ishlarini, chigit ekinni ham aytib o'tamiz. Oxirida chigit ekish muddatini so'rashyapti, optimal muddatini.
uni ham aytib o'tamiz va umuman olganda sekin mana bahoriy ishlari, yumushlari, biz dala ishlarini boshlashimiz kerak va ob-havoni o'zi ham bizga yaxshigina bir sharoit yaratyapti. Endi qishloq xo'jaligi yer maydonlarimiz katta hududlarimizda hozir yog'ingarchiliklarsiz vaziyat bo'lishi mumkinligi oydinlashyapti. Ya'ni ko'ryapmiz, o'sha haftaning oxiriga qadar, ayniqsa mana shu 27-28 mart kunlari juda ham isib ketar ekan. Ya'ni me'yordan anomal darajada desa ham bo'ladi, 10-15 daraja yuqorilab ketishi bu anomal daraja deyiladi. G'ayritabiiy, qishloq xo'jaligi uchun g'ayritabiiy. Chunki baribir bunaqangi issiqdan keyin qanaqadir kichik oqibatlar, endi sovuq urish bilan bog'liq bo'lmasa, bu chang bo'ronlari, keskin yomg'irlar, do'l, yashin hodisalari bo'lishi mumkin. Kengisini olasiz. Bu xaritamiz demak mana shu haftani ko'p yillik me'yorga nisbatan mana shu 5-7 kunlikni chetlashishi. Ya'ni mart oyining 3-10 kunligidagi hafta o'zi qanaqa chetlashishga ega? Mana 6-10 daraja ko'rinyapti. Yuqori. Ha, 6-10 daraja Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati, Qizilqum cho'llari, Buxoro, Navoiy viloyatining g'arbiy nuqtalarida kuzatilar ekan. Bu nima degani? G'ayritabiiy issiqlik haftasi kuzatiladi bu hududlarda. Boshqa hududlarimizda ham 3-6 daraja yuqori, xuddiki aprel oyini mana bu qizil rang hududlarimiz o'rtalariga xos bo'lgan bir vaziyat tashqarida kuzatiladi. Shimol hududlarimizda aprel oyining so'nggi haftalariga mos bo'lgan. Ya'ni biz hozir 1,5 oy, qarib mana shu hududlarimiz 1,5 oy oldinda ketyapti. Mana shunaqangi hafta bo'ldi. Keskin isib ketib qoldi endi u yerda. Ha, endi ularda ham o'zi issiq kelyapti. Qishlari juda unaqangi sovuq yo mo'tada bo'lgani yo'q ayrim hududlarda. Ya'ni sekin ularda ham demak ekin-tekin ekish ishlariga sekin yerni o'zi ham tayyorlanib borayotganidan bir ishora, belgi hisoblanadi. Mana ko'ryapmiz, ayniqsa mana bu hududlarda, Qozog'istonning g'arbiy hududlarida hattoki 10 darajadan yuqori chetlashga juda ham isib ketar ekan. Kengisini olasiz. Kengisi bu keyingi aprel oyining boshlaridagi hafta. Unda ham ko'rinyapti, mana aprel oyining boshlari ham xavotirsiz nima qishloq xo'jalik sektori uchun, ya'ni ko'p yillik iqlimiy me'yorlar respublikaning katta hududlarida 3-6 daraja yuqori harorat kuzatiladi. Endi bu davr uchun aprel oyining oxirlari, may oyining boshlari endi va'da etilyapti. Demak, qishloq xo'jaligi sekin asta o'z yumushlarini, o'z ishlarini boshlashi kerak. Endi yuqorida yo'q, hech qanaqangi nima daraja aniqlar, nima sovuq havo qilmay, endi mana pastda ko'k ranglarimiz endi musson davriga o'xshagan nimalar boshlanib ketib qolyapti. Ya'ni bulutlar, mana shunaqa bo'lgan hisobiga tinimsiz bu yerda endi bizga chiqishi ehtimoli qanaqa? Ha, bor. Mana kengisini olasiz. Kengizda o'sha savollaringizga javob bor. Bu hafta davomida qancha yomg'ir bor o'zi? Shu chorshanba kuni, mana shu haftada, chorshanba kuni hozir yomg'irlar bor ekan. Keyingisi yakshanba kuniga boshlanadi. Ya'ni yakshanba kuniga o'sha Arabistondagi sekin asta bizga ham ta'sir ko'rsatyapti. Mana qizil bu Qoraqalpog'iston, Turkmaniston hududlarida 100 mm ga yaqin sel suv toshqinlari kuzatilishi mumkin ekan. Yakshanba, hattoki chorshanba kunidagi yomg'irda ham bizga buni ta'siri mana ko'rinyapti. Birozgina mana shu Buxoro viloyati hududlaridagina 10 mm ga yaqin. Faqatgina Surxondaryo, endi lokalniy Surxondaryo Hisor tog' etaklarida, Surxondaryo viloyatining janubiy, Qashqadaryo viloyatining tog' etak hududlarida va Samarqandning Urgut tumanida shu 15 mm, 20 mm kichkina hududida, endi kichkina hududlarida intensiv jala yomg'irlar yog'ishi mumkin. Boshqa hududlarimizda 5 mm dan kam, hattoki yog'masligi ehtimoligi ham bor. Hafta masalan Jizzaxda, Sirdaryoda, mana Toshkent viloyatining katta hududlarida, Farg'ona viloyatining katta qismida deyarli mana shu haftada yog'ingarchilik bo'lmasligi mumkin. Endi Andijon viloyatining g'arbiy sharqiy nuqtasida ham endi bu Qirg'izistonga o'tib qolyapti. Qanaqadir lokal xususiyatli suv ombori atrofida lokal xususiyatli o'sha jala sel suv toshqinlariga moyil bo'lgan bir vaziyat kuzatilishi mumkin ekan. Endi harorat bo'yicha aytib o'tamiz. Harorat bo'yicha haftada o'sha seshanbadan boshlanib deyarli barcha hududlarimizda, tekstil hududlarimizda 30 darajalik harorat, boshqa hududlarimizda 27-28 daraja. Ayni payshanba, juma kunlari hatto ayrim hududlarda mana shu Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand viloyati hududlarida yoki Surxondaryo viloyatida 30 dan biroz yuqori ko'tarilishi ham mumkin. Vodiyga bu o'sha haftaning oxirlariga borib 28-27 darajali. Endi tungi haroratlar ham vodiyda haftaning ikkinchi yarmida, boshqa hududlarimizda mana hozir o'zida boshlanyapti 10-15 daraja. Bu degani insonni fiziologik holatiga ham yoqimli ob-havo tungi kechki muddatlarda, hattoki haftaning o'rtalarida ustingizga mana qalin kiyimsiz ham kechki payt yengil kiyimlarda yursangiz ham bo'ladigan bir vaziyat xarajatimiz kamayapti. Namlik ko'payishini hisobiga, ya'ni his qilish ham endi yuqori bo'ladi. Chunki bahor boshlarida namlik baribir atmosferada bor. Endi 30 darajalik issiqliklarimiz ham nima deydi? Sal 32-33 xuddi siz o'zingizni noqulay his qilishingiz yuzaga yosh kattalarimiz qiynalishadi. Shunga ularga endi o'sha aqliy nima deydi, ham fizik, jismoniy, ham aqliy faoliyatlarni kamaytirib
badan tarbiya, sovuq suvda ko'proq dush qilib olish masalasi, salqin joylarda yurish tavsiya etiladi. Bu payshanba, juma kuni kunduzgi muddatlarda. Endi hozir ekishni boshlashsa, misol uchun qanday ekin ekishdan nisbatan misol chigit bo'lsa ham, aprel boshida boyagi kuchli yog'ingarchiliklar kelib qolsa qatqaloq bo'lib qolish ehtimoli qanchalik? Ehtimoli bor. U keyingisini olasiz, ehtimoli bor va mana shu haroratning to'satdan isib ketishi aslida o'sha kelayotgan nam havo oqimlarini endi siz aytganda qatqarloqli do'l hodisalari kuzatilishi mumkin. Mana hozir bizda 5 ta otryadimiz bor. Surxondaryoda, Samarqandda, Vodiy viloyatining 3 ta tumanida. Sekin ular ishini ular aprelda boshlashi kerak, lekin mana biz o'zimiz aytyapmiz, ko'rsatuvda endi iqlim o'zgaryapti. Xuddi aprel oyi kabi o'tdi degandan keyin, demak, sekin ular ham mana shu o'sha do'lga qarshi kurashlarini kuchaytirishimiz kerak. Yomg'ir yog'dirib, mana shu kichikgina joyga yog'adigan konvektiv bulutdan yuzaga keladi endi bu. O'shani biz o'sha atmosferaga ta'sir ko'rsatib, raketalar yordamida mayda yodli kumushni sepib, do'l yog'ishi mumkin bo'lgan hududlarga endi qisqa muddatli jala, yomg'irga aylantirsak, siz aytganda qatqaloqlar xavfi, ya'ni maydalab yog'adigan yomg'irni kuchaytiraverishimiz kerak-da, ya'ni tabiatga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Bunaqa otryadlarimiz bor. Gidrometeorik jarayonlarga ta'sir ko'rsatish otryadi bor Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida va ular o'zi ham ishlarini boshlashi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, misol uchun jala yomg'irdan keyin ham qattiq isib ketsa, yer ustki qatlami qotib qoladi, shu 2 sm va ekilgan ekinlar o'sib chiqa olmay chirib ketishi mumkin-da. Shu narsadan xavotir olishyapti. Endi o'sha endi bu aprel boshiga to'g'ri keladi. Birinchi 10 kunligida o'z vaziyat qanaqa? Mana shu bo'yicha mana ko'ryapsiz, bu haftaligimizni yog'ingarchilik me'yordan me'yordan ko'p. Mana Qizilqum cho'llari va shimolda ko'p ekan. Ayni Xorazm viloyatida ham, Turkmaniston bilan chegaradosh tumanlarda ham mana shu haftada o'zida jala yomg'irlar, ularda juda ham ko'p yomg'ir yog'ishi mumkin, lekin ularda hali ekish muddati boshlanmadi. Shundoq ham biz oxirroqda aytamiz. Lekin mana bu hududlarimizda mana yog'ingarchilik me'yor atrofida deyilyapti, kamroq. Asosiy qishloq xo'jaligi Vodiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyati hududlarida, Hisor tog'larida esa yog'ingarchilik deyarli yo'q. Ya'ni faqat bu hafta shunaqa. Keyingi hafta Tojikiston, Qirg'iziston tog'larida ham shunaqa. Mana endi ko'rinyapti, o'sha aytdim-ku sizga, Eron va Iroq hududlarida o'sha 100 millimetrli yog'ingarchilik 150 millimetr qisqa muddatda yog'ib o'tishi mumkin. Ularda sekin kuzataveramiz, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib qolishi mumkin. Mana shu hududlarda sel suv toshqin, balki inson o'limi bilan bog'liq holatlar ham ko'payishi mumkin. Keyingisida asosiy xavotirlar aprel boshlarida o'zi qanaqa vaziyat? Keyingisini olasiz. Ko'rinyapti, mana yashil hududlarimiz sekin bostirib kelyapti sekin. Bu degani endi aprelda yog'ingarchiliklar ko'p ekan. Yog'ingarchilik mana ko'p degani mana ko'rinyapti. Shunda ham mana asosiy biz qiziqayotgan Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati, hattoki Vodiyda quruqroq, Vodiyning Namangan, Andijon viloyati hududlarida, Surxondaryo bilan Qashqadaryo, Samarqandning yarmida, Buxoro, Navoiy, buyog'i Qoraqalpog'iston, Xorazm hududlarida me'yordan ko'p yomg'irlar bor. Endi mana bu hududlarda shundoq ham bu paytda 5-apreldan keyingisini olasiz. 5-apreldan keyin biz chigit ekishni tavsiya qilyapmiz. Mana bu hududlar endi sekin harakatini qiladi, chunki shundoq ham Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo viloyati allaqachon boshlab bo'ldi chigit ekishni, chunki yer tayyor bo'ldi. Buxorolarda ham biz o'zimiz mana keyingi xaritadan ko'rsatamiz. Tayyor bo'ldi. Yer hozir 15-18 gradus, tuprog'i 10 sm chuqurlikdagi haroratda tungi muddatda 16-17-18 gradus kuzatilyapti. Bu paytda endi ekish kerak, chunki endi yer ichki tomondan kuzatiladigan xavflar endi kamroq. Chigit ekish nimasini hozir tashlab yuboraman sizga bo'lmasam yuklab. Hozircha endi ekish muddatlari haqida endi hozir chiqmabdi. Buni baribir ko'rsatuv davomida nima qilamiz, to'g'rilab boramiz. Umuman aprelning boshlarida ko'plab hududlarga biz chigit ekishni tavsiya qilyapmiz. Ya'ni mana bu Surxondaryo, Qashqadaryo viloyati hududlarida 15-20 mart kunlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, sekin-asta asosiy qishloq xo'jaligi yer maydonlarimizda 1-apreldan keyin ekish tavsiya etilgan. Shimol hududlarimizda 5-apreldan keyin, tog' etaklarida 10-apreldan keyin ekish nimalari tavsiya etilgan. Demak, ekish bo'yicha dehqonlar o'zlari ham tajribalari ko'p. Shu xaritalarga qarab o'zlari ham demak ishlarni tadbirini qilsalar bo'ladi va aytmoqchi bo'lganimiz, agar ochiqqa ekiladigan bo'lsa, endi shaxsiy nimamiz bo'ladi, nima edi, tavsiyamiz bo'ladi. Ochiqqa ekadigan bo'lsa, shu agar plyonka ostiga ekadigan bo'lsa, hozir bu yil juda ham ko'plab shu dehqon fermerlarimiz plyonka ostiga ekishyapti. Unda xavotir yo'q, lekin plyonkasiz ekkanda, demak agar aprel boshida qattiq
o'sha jala yomg'irlar bo'lib ketidan isib ketadigan bo'lsa qatqaloq bo'lib qolishi ehtimoli ham bor. Endi buzib ekish juda ham katta xarajat talab qiladi va ungacha yana bir orada bir qisqa ko'rsatuv qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa shu mart oyining oxirlarigacha ham bo'ladi ko'rsatuvlar. Va kuzatishda davom eting. Albatta fikr va tanqidlaringizni yozib qo'ying. Erkin aka sizga ham rahmat va birga bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar.